Keling bugun sizga avtomatlarni qanday tanlash kerakligini o'rgatib qo'yaman. Ungacha menga obuna bo'lib qo'ying. Birinchi o'rinda NXB avtomatini ko'rib chiqamiz. Uni uyga qo'yish aslo mumkin emas, sababi u katta kuchlanishlar uchun ishlab chiqarilgan va himoya avtomati ham emas. Uni qo'ysangiz yong'inga sabab bo'ladi. Qolgan 3 ta avtomatni uyga qo'ysa bo'ladi, lekin ularni to'g'ri tanlov bilan qo'yishlik kerak. Masalan, B turdagi avtomatni faqat lampochkalar uchun yoki mayda sechinadagi kabellar uchun qo'yish to'g'ri tanlov bo'ladi. 3-avtomat, ya'ni S turidagi avtomatlarni uyga qo'ysa bo'ladi. Masalan, ularni konditsioner, nasos kabi narsalarga qo'yish yaxshi tanlov. Bu odatda universal avtomat hisoblanadi. 4-turdagi avtomatlar, bular D avtomatlar. Ular asosan dvigatellar, konditsionerlar, nasoslar va stanoklarda ishlatiladi. Elektrik kasbini tekinga o'rganish uchun bizga obuna bo'lib qo'ying hamda videoga like bosing va yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.